Safdor Dilshod Yoqubovning yorqin xotirasiga bag'ishlanadi. Dilshod Yoqubov 1983-yilda Xorazm viloyatining Yangiariq tumanida tug'ilgan. 2009-yildan ichki ishlar organlarida xizmat qila boshlagan. 2015-yili yong'inni o'chirish paytida vafot etgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga binoan Dilshod Yoqubov vafotidan so'ng Jasorat medali bilan mukofotlangan. Bir 1984-yil Xorazm viloyati Yangiariq tumanida tug'ilganman. Turmush o'rtog'im Yakupov Dilshod Ilyasovich 1983-yil Xorazm viloyati Yangiariq tumanida tug'ilgan. Ikkalamiz bitta sinfda o'qiganmiz. Shu maktabda uchrashib, bir-birimizni xarakterimiz jihatini yoqtirib qoldirib, Dilshodni ko'proq haqiqatchiligi ham rostgo'yligi, epchilliklari yoqqan ko'proq. Shu turmush o'rtog'im armiyaga borib kelgandan keyin sovchi qo'ygan. Sovchi qo'ygandan keyin shu 2004-yilda to'yimiz bo'lgan. To'yimizdan keyin birinchi farzandimiz Ilyasova Ruxshona dunyoga kelgan 2005-yil 9-may kunida. Undan keyin o'g'limiz Ilyasov Saparmat 2006-yil noyabr oyida tug'ilgan. Undan keyingi o'g'limiz kichkinamiz Ilyasov Ma'murbek Dilshodov o'g'li 2012-yilda tug'ilgan. Turmush o'rtog'im bilan yaxshi hayot kechirdik. Bir-birimizni yoqtirganimiz tufayli hech qachon urushmaganmiz, aytishmaganmiz. Shuning uchun toza uyga ko'chgan vaqtimizda ertalab ishga ketib, keyin shu kechki 6-7 oralig'ida tan jarohati oldi ish vaqtimda deb chaqirdilar. Barsam больницада ekan. Keyin shundan keyin borib ko'rib o'zim. Og'ir ahvolda edi. Narkoz ta'sirida edi. Eshikdan kirishim bilan yig'lama bilan uyaltirmadi. Shu bilan больницада 70 kun birga yotganmiz. Qizimizni o'qituvchi atamiz, bolalarimizni ichki ishlar xodimi atamiz, xudo xolasa. Shu vatanimizga xizmat qiladigan mard, jasur yigitlar bo'lsin. Qizimiz ham shu yurtda xizmat etadigan bo'lsin deb niyat etganmiz. Hozir qizimiz o'qishga girdi. Xudoga shukr, birinchi kursda tahsil olib turibdi. O'qituvchilikda shu otasi ikkimiz niyat etganimizdan o'zim qiziqadi shu soha. O'g'lim 5-sinfdan Toshkentda ichki ishlar maktabining internatida o'qib, tahsil olib, 9-sinfni bitirib kelib, hozir ichki ishlar litseyida 2-kursda o'qib turibdi. Inshaalloh bu yil ham o'qishga topshirib, shu vatanimizga kerak inson bo'ladi deb niyat etib o'tiribmiz. Har kun shu smendan chiqib kelar edi soat 10larda, asonki shu vaqtimda ben hozir ham o'ylanaman. Keladi deb o'ylayman o'zim. Kutaman. Turmush o'rtog'imning fazilatlari ko'p edi. Hamma mehribon edi, ukalarini, ota-onasini mehribon edi, singillarini mehribon edi. Bolalarimiz yaxshi ko'rar edi. Ko'p ishlarni qilaman deb niyat etgan edi. Mana aynan orzusuna yetib olmadi, xudo xolasa. Bolalarimiz erishadi degan niyatdamiz. Hozir bizani shu davlatimiz tashab qo'ygani yo'q. Ichki ishlar organidagi bir yashashadigan nalari, yoshullar hammasi xabar olib turadilar bizdan, bayramlarda, hayit bayramlarida, hamma bayramlarda. Bundan tashqari o'zlari ham kelib xabar olib turadilar bizdan. Tadbirlarga chaqiradilar, o'zlarimiz xabarimizni olib turadilar. Bolalarimiz o'qishga kirishga yordam berib turibdilar, xudoga shukr. Qo'llaridan yordamlari kelsa, oyamim berib turibdilar. To'ylar bo'lsa, qisliq ham bitdi. Mana turmush o'rtog'im bo'lsa, shu to'ylarda bolalarimiz to'yini aytib tursak, yonimda birga dursa edi deb niyat etaman.
Ben şu Dilshodbekni o'qitgan Ag'amobod maktabidagi biologiya fani o'qituvchisiman. Shu Dilshodbekni maktab vaqtlarida e'tibor beradigan bo'lsak, sinfdoshlari orasida bir ajralib turadigan bir inson edi. O'ziga serharakat, harakatchan, yonib turgan, ham mendan narsalarda yordam beradi. Ayniqsa sport sohasida juda katta muvaffaqiyatlarga erishgan bir kurashchi bola edi. Hamma shu sport tuman turlarida, viloyat turlarida yuqori o'rinlarni olib kelgan bu. Hamma shu sinfdan tashqari ishlarda aktiv qatnashar edi. Shu ana o'zini shu kuchi bilan shu xizmatni o'tab kelgandan keyin vatan oldidagi shu ichki ishlarga ishga girdi, ana o'zini kuch-quvvati bilan ichki ishlardan juda yaxshi ishladi. Buni endi men ko'pincha ham shu o'qituvchi sifatida ham shu ota do'st hisobida buni akasi ham oxiratlari obod bo'lsin, umri ham juda yaxshi bilaman. Shu uni akasi ham shu sportchi edi, shu akasidan o'tgan hammasi harakatchan bola edi, oxiratlari obod bo'lsin. Yana hozir farzandlari ham shu ota izidan borib shu ichki ishlar litseyda o'qib turibdi, katta o'g'li, katta qizlarni o'qishlarga kirib o'qishda oliy ma'lumotli bo'lish harakatida bo'lib turibdi. Shu Dilshodbek shu ichki ishlarda ishlayotgan va o'z xizmatini o'tayotgan paytida baribir ana qarab tura olmadi, ana bir narsaga o'zi ham shu kuch-quvvatini tayanib ish qildi. Lekin hayot ekan, shu oramizdan olib ketdi. Lekin uning xotirasi abadiy hamma saqlanib turadi. Shu uning qolgan yoshlarini hammasini shu farzandlarına buyursin. Yana bu yerdan ko'rib turibmiz, yana o'zi odamni chehrasidan har bir narsani bilsa bo'ladi. Yonib turgan ko'zlari, chehralari shunday bir ajoyib bo'ladi. Uning xotiri doimo yodimizda abadiy saqlanadi. Shu akasi nechik bo'lsa xuddi shunday edi, baribir. Nima deymiz endi? Ajoyib inson edi. Bu Dilshod bilan yoshlikdan birga o'ynab, birga katta bo'lgan do'stimiz ham sinfdoshimiz. Bu do'stimiz boshqa sinfdosh do'stlarimizga qaraganda o'zini iqtidori bilan, bilimliligi bilan boshqa sinfdosh do'stlardan ajralib turadi edi. Bir narsaga yopishsa, fidoyi yopishar edi. Nima bir ishni aytaman desa, jonkuyarligi bor edi. Do'stimiz shundan bir mard inson bo'lib o'tdi-dan bu. Men shu do'stim bilan faxrlanaman. Shu bilan voyaga yetganimizdan, birga o'sib ulg'ayganimizdan faxrlanaman. Bu do'stimning umrini farzandlarına bersin. Farzandlari shu el yurtda otasi qilolmay ketgan ishlarni farzandlari davom ettirsin. Safar Abdulmurat, Yakubov Dilshodni ukasi olaman. Biz oilada 2 o'g'il, 2 qiz. Eng kichkinasiman, eng kattasi og'am. Keyin qolganlari ikkisi ham qiz. Shu maktab bitirib, armiyaga borib, armiyadan kelgandan keyin ichki ishlarga ishga kirdi. Ishga kirgandan keyin o'zini ishlash qobiliyati yaxshiladi. Shu holat bo'lmasdan burun bir ishga yetmadi. Keyin shu holat bo'lgandan keyin navbatchilikdan telefon urib chaqirdilar. Shuning voqea bo'ldi, yalik tinglaydi. Keyin u narsani eshitib, keyin uydagilar bilan bordik. Yurganda yaxshiman dedi. Akayim bolalaringlar ajoyibman. Hech gap bo'lmadi, ajoyib bo'ladi, yaxshi olib chiqib ketaman dedi. Tibbiyot birlashmasida Urganch tez tibbiyot birlashmasida 70 kun
davolanib, keyin qaytish oldi. Baribir qalbimizda do'st bo'lamiz biz, og'ayni bo'lgan bilan do'st bo'lamiz. Eng yaqin sirdosh. Hozirgi kunda og'amni 2 o'g'il, 1 qiz farzandi bor. Qizi institutda o'qishda, o'g'li akademiyada, akademik litseyda. İlyasov Mavlubek. 2012-yılman şu 24-son maktabda ta'lim olaman. Ben 3 yaşımda akam balisa tushadi. Şu akam görmege barib turadi. Şu vaqtlari akam meni vajdan olib qo'yadi shu balisada. Akamni shu balisa borganda akam men bilan gaplashadi. Muloqot turadi. Har borganda narsalar ber deydi, apam shu bolama deydi. Akam bilan faxrlanaman, shuni akam borligidan. Oilada katta farzandman. Akamni katta farzandiman. Akam men uchun eng ideal inson. Akam shunday vaziyatga tushganida men hali 1-sinfga endi ko'chdim, 12 yoshdadim. Uning vaziyatga tushib ko'rmadik biza. Men akamni o'zim uchun ideal inson deb hisoblayman. Hali uning inson yo'q deb o'ylayman. Akam hamma men yonimda. Akamni shuning mardligi, shuning jasorati uchun shuning oliy o'quv yurtlaridan girdim. Shuning insonni farzandi bo'lganimdan faxrlanaman. Hamma akam men yonimda turadi. Hamma yonimda yuradi. Bizlar uchun shuncha imkoniyat yaratib berdi. O'zlari yemingi izdilar, shu darajaga keldilar. Xudoga shukr. Akam onları bildirmay turibdi, apam. Akam ondan da apamdan da apa bo'lib turibdi. Shu umri yetgidin mehr, e'tibor hamma narsani berib ketdi. Hozir ham yonimizdalar. Ko'nglimizdalar. Hech qachon yoddan chiqmaydigan inson. Akam bilan hamma faxrlanib yuramiz. Vatan oldidagi burchini ado etish chog'ida yurtimiz ozodligi, xalqimizning bugungi tinch va osoyishta hayotini ta'minlash yo'lida halok bo'lgan mard va jasur o'g'lonlarimizning aziz xotirasiga ehtirom ko'rsatish biz uchun ham farz, ham qarzdir. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.